Ko'z salomatligini asrash uchun yana nimalarga e'tibor berish kerak? Bu haqda batafsil ma'lumot olish uchun oftalmolog mutaxassis Avaz Akbarovga murojaat qildik. Har xil gullar, o'simliklar hammasi uyg'ongan vaqtda allergik kasalliklar ham shu bilan birgalikda qo'zg'aladi. Bunda ham shamollash bilan ko'pincha adashtirishadi. Ya'ni qizarish, yoshlanish bo'lganligi uchun ko'pchilik o'ylaydiki, shamollash yoki nimadir bo'ldi. Yo'q, bunda ajratib olish kerak. Allergik bo'lsa, allergik yo'nalishda davolash kerak. Shamollash, ya'ni yallig'lanish jarayoni, infeksion jarayon bo'lsa, shunga mos ravishda davolanish kerak va ya'ni har doim oftalmolog maslahati bilan ish qilgan ma'qulroq. Telefon va kompyuter bu albatta yaxshi imkoniyatlar. Ko'pchilik ish bilan, shu bilan bog'liq ish jarayonlari, kuni bo'yi telefon yoki kuni bo'yi kompyuterdan foydalanib, butun hayoti shu bilan bog'liq bo'lgan kasb egalari bor. Albatta bular yaxshi, shu bilan birgalikda kasb kasalliklari ham ularda rivojlanadi. Ko'zni yetarlicha, ya'ni bir nuqtaga, bir diqqatga monitor qarshisida soatlab diqqat bilan o'tirish oqibatida ko'zni yetarlicha yumib ochilmaydi, ya'ni diqqati bir nuqtaga qaratilgani uchun ko'z yetarlicha namlanmaydi va namlanmaganligi ta'sirida ko'z qurish sindromi rivojlanib qoladi. Bu holatlarda ham oftalmologlar yoki umuman farmatsevtika sohasida yechimlar bor, ya'ni ko'z yosh o'rnini bosuvchi tomchilar, har xil havoni namlantiruvchi vositalar va shunga o'xshash muolaja yoki amaliyotlar bilan ulardan yordam bersa bo'ladi. Va kasbdan tashqari hozir yosh bolalar orasida o'smirlar yoki umuman hali tili chiqmagan chaqaloqlarga ham hozir telefondan o'rgatishgan. Bu albatta o'z ta'sirini o'tkazadi, ya'ni ko'zda yosh bolalarda engda rivojlanib keladigan organizmni bu kompyuter yoki telefon yoki monitor bloklab qo'yadi. Ya'ni qanday qilib? Bizning ko'zimiz tabiiy holatda uzoq masofaga, uzoq tabiatga yoki umuman uzoqqa qarash uchun mo'ljallangan. Ya'ni ko'z erkin holatida bu faqat uzoqqa qarash uchun mo'ljallangan. Biz buni yaqinga qaragan vaqtimizda ko'z fokusi o'zgaradi, ko'z muskullari va ko'z gavhari biroz tortiladi va tortilish natijasida yaqin masofani biz ko'ramiz. Bu holatda biz uzoq vaqt turib qolib ketsak, bu muskullar kontrakturasi, ya'ni muskullar qisqarib, bo'shasha olmay qolish holati yuzaga keladi. Oqibatida ko'p yosh bolalarda yaqinni ko'rib, uzoqni ko'ra olmasligiga ko'pchilik shikoyat qilib keladi. Buni ham ota-onalar kimdir e'tibor beradi, kimdir e'tibor bermaydi. Agar bu narsaga vaqtida qaralsa, vaqtida e'tibor berilsa, bunga davolash yo'llari orqali bu vaziyatdan chiqish mumkin. Agar e'tiborsiz qolib, shu holatda qolib ketsa, har xil ko'zdagi shu paydo bo'ladigan refraksion anomaliyalar, ya'ni plus, minus, shunga o'xshash holatlar kuzatilishi mumkin. Ko'z bu bizga berilgan bir ne'mat. Ya'ni bu ko'z juda kichkina, qolgan a'zolarga nisbatan juda mayda ko'ringani bilan bu juda ham mukammal, juda ham unikal tuzilgan, juda kichkina bo'lgani bilan ko'pgina ishlarni bajaradi. Ko'z bu asosiy odamni hayot sifatini belgilab beradigan asosiy organ hisoblanadi. Ko'zni salomatligini saqlash uchun biz birinchi navbatda shu bolalikdan, ya'ni hozir juda biz uchun gadjetlar hammani qo'lida bor. Bu narsalarni biroz bo'lsa ham cheklash bolalarga. Batamom cheklashni iloji yo'q yoki bu bilan cheklab qo'ysak bir hisobdan noto'g'ri ham bo'ladi, chunki texnologiya rivojlangandan keyin biz unga moslashib boramiz. Buni nazorat ostida qilish kerak. Ya'ni bolalarimizga qaysidir vaqt mobaynida yoki qaysidir kunni qaysidir qismida ko'pi bilan 20 yoki yarim soat davomida berish mumkin. Bu kunlik dozasi yoki haftaning qaysidir kunida. Xullas, bu e'tiborsiz qolib ketish yoki har qanday narsa yaxshi bo'lsin, yomon bo'lsin, u narsani normasidan oshib ketishi har doim organizmga yoki umuman insoniyatga zarar keltiradi. Shuning uchun buni nazorat qilish kerak birinchi o'rinda bolalarga va kattalar ham shu qatorda. Keyingisi ko'z uchun foydali bo'lgan turli xil tabiiy vitaminlar bor. Hozir mavsum mevalar, sabzavotlar, har xil ko'katlar, ulardan ham foydalanib oddiy usulda uyda shularni ko'proq iste'mol qilish orqali ham ko'zni vitaminlar bilan ta'minlash mumkin. Yoki baliq mahsulotlari, unda bilamiz baliq moyi, ya'ni omega 3 va ko'pgina foydali fosfor, shunga o'xshash mikroelementlar bor. Shuning uchun haftada bir marta baliq kuni yoki imkoniyat bo'lsa ovqat ratsioniga baliqni ko'paytirish bu ham ko'z uchun va butun organizm uchun ham foydali. Undan tashqari ko'z uchun maxsus gimnastika mashqlar bor. Kompyuter yoki monitor bilan ishlaydigan odamlar bu narsani voz kecha olmasligi mumkin, lekin hech bo'lmaganda ularga yordam berish mumkin. Ko'zni shu ustozlarimiz o'rgatishgan 20-20-20, ya'ni 20 daqiqa ish, 20 daqiqa dam va 20 daqiqa yana davom etish shu
faoliyatni. Bu ham bekorga o'ylab topilmagan, ya'ni shu har 20 daqiqada ko'z nagruzkani, ya'ni og'irlikni his qilishni boshlaydi, charchoqni his qilishni boshlaydi. Shuning uchun o'rtada dam olib, pauza bilan uzoqlarga qarab, boshqa chalg'ish yoki gimnastika usullarini qilib ko'zga biroz bo'lsa ham ko'zni salomatligini saqlash mumkin. Har qanday ko'zdagi muammoli holatlarda o'zingizga eng yaqin bo'lgan oftalmologga murojaat qilishingiz har doim to'g'ri bo'ladi, chunki ko'z bu juda nozik va eng muhim organlardan biri va Xudo tomonidan berilgan ne'mat.